Gapirmachim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim. 10-chi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketaman nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim. Undan ham battar bo'ldi, seni kayfda topganim. Astalar sekin, povutga berdim. Somsa desa somsa, gumalar ham berdim. Bu qo'shiqni yozdim Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Bering ber eding. Qo'madi desam ozgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishda hangam zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Mana beraymi senga? Bir narsa beraymi? Men pichayni beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichayni men bilan qoladi. Mana sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay paka. Shoh aka. Gapirmachim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yoningda kim? Biradar Najim. Bacham, onang bilan kelishib, senga bitta zo'r qiz topdik. Ha, topdik. Ye. Nerga top? Yili bo'ldi bu. Shams xursand. Xursand. Bacham qiz shunaqa chiroyli, uzumi suvdak. O'tlar rasveting ko'ringda o'zingdan ketma. Kelini kim deb so'ra? Ha. Hamsayamizni qizi. Ha, hamsayamiz qizi. Onang kim? Tu. Shirachi yumalab keldi. Jili bildingmi sen? Chiq bu yo'qqa. Bacham, holi to'ya pul yo'q. Ha. Ha, kredit olamiz. Kredit olib to'y qilamiz. Kredit olamiz bacham. Kim bo'lam? Qarindoshlar bilan ko'rish. Ona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Dorilar ichasiz, nima bo'lyapti? Hammasi yaxshimi? Charchamayapsiz? Yangasi yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qanday yaxshi tug'ildingizmi? Tuzdingizmi? O'zi nima bo'ldi? Katta bo'lishyaptimi? Shukur tog'asiz qanday sizlarni yaxshi yurtibmi? Mollaringiz nima bo'lyapti? Katta bo'lyaptimi? Shukur, hammasi yaxshi. Shukur tog'a. Sen qandaysan? Sengacha yaxshimisan? Charchamayapsan? O'qishdan nima bo'ldi? Yerga tegdingmi? Tegmadingmi? Nimaga tegmading? Nima bo'ldi o'zi? Pochisiz yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Bo'ldimi? Nafasim yetmay qoldi. Qarindoshlar tugadimi? Yo'q bolam, ana mo'min keldi. Tur mo'min bilan ham bir so'rashib qo'y. Yaxshi keldingmi? Bo'ldimi? Qarindoshlar tugadimi? So'rashaverim, nafasim yetmay qoldi-ku. Hali tugagani yo'q. Tog'am kelgan. So'rash. Ey, tasdimi? Kim yaqa? Qani jiyanim keldimi? Jiyan yaxshi keldingmi? Ben jiyanim yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? Yaxshi so'rab keldingmi? Bojaning ichkira bo'ladi, katta bo'ladi, qaytsan-ku. Ishlaring yaxshimi? Salomatliging? Bo'ldimi? Tugadimi? Yo'q, qayda tugaydi? Katta halang keldi. Tur so'rash. Bir gap aytaymi hammanglarga? Eshitinglar. Onasini emsin, biz 2 soatdan beri so'rashib yotibmiz. Ana yaponiyaliklar robot yaratyapti. Biz 2 soatdan beri bir-birimiz bilan so'rashamiz. Yet qarindoshingga. Toshton aka, tuzumisiz? Qalis, chiqishlovli tinchmi? Nima yengilliklar? Jamila Toshkentga kelib shunchalik o'zgarib ketdingmi? Ayam sen bilan ko'rishimni aytgandi. Mana bitta choz.
Yuringmanski Toshkent kimligini ko'rsatib o'qaman. Nimani ko'rsatasan? Toshkent kimligini de tushunmayapsizmi nima? Qayerdan olding bu gapirishni? Ketyapmiz-da. Voy, o'lay. Qanday yoqyaptimi sevimim qishloqdagi tengdoshim? Zo'r ekan, yoqdi menga. Yurrasi kelib qolsa, men senga choy-poy qilib berqolay. Enangni o'g'limanmi sanlaysan? Yur. Yura qo'ying. Toshkentchani qachon yodlading? Uxlayotganda yodladingmi? Chala yodlabsan. Nima deb o'tibsiz? Kimdir bizga qarab o'qolaydimi? Jamila hech piching og'rimayaptimi? Zo'r qilib gapiryapsan? Ha? Sen Toshkentchani eshitib, men uyalib ketyapman. Iltimos gapirma. Ayni biz o'rganib qolganmiz-da. O'lay. Voy, Jamila meni liqillabdi-ku. Bu pamplushada bunaqasini faqat Munifdan topasiz. Ana Muqimiy ko'chadagi har xil shirinliklar sotadigan. Bu ikkinchi filialida Suvi Munga ochilgan. Zo'r ekan, qanday yeb ko'raychi? Buncha zo'r bu, buncha yumshoq. Bu paxtadek bulutga o'xshaydi-da, dundiqqina. Jamila, Toshkentga kelganiga necha yil bo'ldi? Bu hafta payshanba kuni kelgandim. Tez seni olib ketayda qishloqqa. Bo'lmasam bo'lka Toshkentchaga yangi lug'atlar qo'shyapsan. Tirilinglar. O'zingcha. Qatga deginchi? Qatti. Qatti demini qatga deydi. Garang. O'ylayapman ben Toshkentdayam, sokakda bugun ben shashlik yeyam. O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga ikki xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, mabodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovli muhitiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel ishiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana Eyfelam tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, ering endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqaryapsiz eringizni? Balchiq hiylagim keldi o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'l narsa shu tarvuzda. O'ziga yegim ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamisha o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Sizni ham tepotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichibsiz? Elivit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elivit ichirganlar. Shu elivit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak.